Abdurahmon akamiz siqilyaptilar. Oka? Nima bo'lyapti? Onasini yemsin umrimda eng qimmat qo'ygan benzinim. Okalar, poyezdkada yuribmiz, hamma davlatlardan o'tamiz, lekin Italiyadagi benzin narxi bizani shokka tushirdi. Eng arzoni taxminan 30 ming so'mdan sal ko'proq. 30 ming Karl. Mana byudjetimiz yetmay qolishi mumkin. O'shada. Okalar, Italiyaga kelsanglar, benzin qo'yamasanglarcha ozgina makillatib qo'yar ekan. Dizel undan ham qimmat ekan. Hop, poyezdkada eng arzon benzin qaysi bo'ldi? Qozog'iston bo'ldi. Qozog'iston, ha? Gap yo'q. Qozog'iston. Taxminan 9 mingmi, 8 mingmi shunaqa. 9 ming so'm, bu yerda 30 ming so'm palchdi, mana qaranglar. Boshlanishi yo'lga qancha kirib borsak, shuncha qimmatlashadi. Shveysariya ham lekin mazani qochiradi narxi. Sekin ketamiz. Qo'shiq aytib beramiz. Bella ciao. Bella ciao. Oho, Venetsiyani suvlari keldi mana. Lekin bitta gap aytaymi? Suvlari keldi-ku. Shunaqa g'alati hid kelyapti. Ukam, bular domlaridan chiqadigan bo'qlar bor-ku. Mana shu kanalga ketadi. Yo, rostdan shunaqa, mana ko'ringlar. Hozir unaqa emas. Sizlar Venetsiyani zo'r shahar deb o'ylaysizlar, to'g'ri. Lekin suvlari sasiydi. Oldingi safarda to'g'risi ana yurgandacha odam mazza qilmaganda. Venetsiyaga qancha qoldi Otabek aka? Bo'ldi mana 3 kun qoldi. Ro'parada Venetsiya. To'g'rimizda o'sha Venetsiya. Hozirligi Venetsiyani xudolik ko'rsatib beramiz. Suvni qaranglar. Oka, karablda suzamizmi? Ha, Karabilchasida suzamiz. Venetsiyani atmosferasini qarasanglarchi, mana tepadan sizlarga ko'rsatib beryapman. Eng zo'r tarafi qaranglar, bitta ham balanzdani yo'q. Hammasi ko'rasan, bir tekisda balanzdani qurish mumkin emas-da. Mashinalarni qarasanglarchi, mana bu yerda avtobusani konechkasi bor ekan. Mana hozir ham mostdan borib Venetsiyani mana shu oralarini aylanamiz. Ana tor ko'chalar, suvli ko'chalar hammasi o'sha yerda joylashgan. Mana ko'rasan, lotkalar yuribdi. Oldingi safar lotkalarda suzolmadik. Mana bugun suzamiz lotkalarda. Shelegan atmosfera jinni. Eng zo'r tarafi havo bor, havo shunaqa kayf. Futbolkada odam mazza qilyapti bor. Lekin vashshi balansdan keyin chiqdi. Gap yo'q. Xudo xolasa bugun storieslarni jinnilarni qo'yamiz. Biz hozir 10 yevroga lotkaga bilet oldik. Qani, oba. Mana bizani lotkamiz. O, biz qiziq joylariga kelyapmiz. Odamlarni qaranglar, ko'pligini. Matadan qaranglar. Otabek aka, gondolani bilasizmi nimaligini? ha, mana gondolani. Okalar, Venetsiyada gondolada suzsanglar, ashshi mazza qilasizlar. Mana shu gondola bo'ladi. Lekin tilga zo'r yopishar ekan. Etkin keyaveradi. Lekin unaqa so'z emas, gondola deb yozsanglar chiqib keladi o'zi. Hey, nima gap? Vay! Mana ko'rinishga qaranglar. Kinolarda ko'rganmiz-da, unaqa joylar bor. Hello! Otabek aka, Venetsiyaga endi kelishsiz ekan, yoqdimi? Ha, yoqdi. Yoqdi. Hid yo'q-ku. Ha, o'zbek ekanmi? Hozir seriozmi? Venetsiyani takvano sentrskiy joyda yuribmiz. Brendlardan bilib olsanglar bo'ladi mana. Mana Zegna bu yoqda, Santonio. Mana bu yerda mana har xil suvenirlar. Yo'lni ko'rasam torligini. Juda tor bor. Mana qarang, mana bu yerdan yo'li bor-da, bor. Gap, hozir biz halol ovqat qidirib yuribmiz. Qancha kulishib yuraveradi bular, bor. Ha, qaranglar. Ko'chaning ichiga. Voy, ikkita odam sig'maydi bu yo'q-ku. Day. Ciao, ana. Buongiorno. Shunaqa. Voy! Tiqilib qolmaymiz ham oxirisida. Qaranglar. Dirshod. O'tib ketdi. Sizlarda ham shunaqami? Kim menga o'xshab mana shunaqa achchu yeydi?
Aka siz achchiq yeysizmi? Yo'q, lekin vodiyliklar achchiq edi bilaman. Siz achchiq yemaysiz, to'g'rimi? Ha, qaranglar achchig'ini. Короче, Venetsiyada mana halol restoran topdi. Hello bro. Hello. This is no spicy. That's one no spicy. Don't have box. Just meat and fry. No spicy dotdi. Ana Bangladesh. Jigar. Our O'n rizqini teryapti mana shu yerda. Lekin Italiyaga kelsa, Venetsiyaga mana shu yerda kafelar bor. Vilka. Mana aka sizga best spicy. Vilka. Bo'lsa spicy. Mana tusuli bor, lekin men o'zim bilan mana bu mojito fresh achakvani olganman. Mana bu achu bilan ketadi lekin bor. Yoqimli ishtaha bizga. Ana sho'x bolalar-da bular. Otabek, nega qo'shilishni baqirmadingiz? Baqirdim. O'lay dedim. O'lay dedim. Oleylar. Aka menga rosa ko'p yozishyapti. Rostsan Kanadasi mana shu Venetsiyani suvga oqib ketadimi deb. Mana isboti. Toting, buni ko'rsanglar. Ha, ko'rasan suvni? Qisqa qilib aytib beraman. Yangi Venetsiyada kanalizatsiya bor, lekin mana bu eski Venetsiyani har bitta dom tagida qishloqlarda o'ra bo'ladi-yu. Ha. Shunga o'xshagan o'ralar bor va u o'ralarga suv kirib chiqadigan joyi bor. Ha. Ya'ni o'sha tushadigan axlatni haligi qattiq qismi qoladi, suv qismi kanalga tushib ketadi. Ha. Qattiq qismini esa chorniy lotka degan kemalar bor. O'shalar kelib to'lgandan keyin o'zini anaqasini tiqib, Olib ketadi. o'shani skachat qilib olib ketib yerga to'kadi. Ha. Men masalan ishonmayman. Javob. Men все-таки baribir kanalizatsiya bor, joki Ya. o'rasi bor. Kam. Tozalab Internetga ChatGPTga yozsa ham chiqarib beryapti. O'qish kerak. Va nimaga bu yer sasib ketmaydi? Chunki bu yerda dengiz suvi-ku kirib chiqib atliv, zaliv, priliv ko'tarib tushib turadi, aylanib turadi. Sirkulyatsiya bor, короче. Sirkulyatsiya bor. Shunaqa gap. O'zi ahamiyat bersanglar, hech kim bu yoqda cho'milmaydi. Umuman cho'milmaydi. Nimagaki o'sha kakashkalar mashga tushganidan odamlarni xabari ham bor. Mana даже kanalizatsiyalarning turbalari ham turibdi. Sekin oqib ketadi, bori. Ani kunduz kuni qilishmaydi bu narsani. Hamma uxlagan paytda akkurat oqizib olishar ekan. Otabek ham cho'mayaptilar. Yaxshi mahsulotni nimadan bilsanglar bo'ladi? Mana bu o'chirtligidan. Qaranglar, morojniy takoy askrimni sotishyapti. lekin bir xil искусственный qiladi. Ha. Marketing qiladi, bilasanmi? Shunaqa. Qarang, lekin voy o'chirt qaranglar, qanchida keladi bu. Ularcha kutishni biladi. Kuchi tartibni ham biladi, aka. Van qaranglar. Men olsam shunaqa-yu. Eng oxirgi. Gap yo'q. Qani yozinglar. Bizani qaysi mahsulotlarda odamlar mana shunaqa o'chirt bilan turishadi? Men olsamsa. Minor somsa deysizmi? Xo'p, u ham yana bilasizmi nima bor? Ha. Karzinga yangi yilda mana shu o'chirt bo'ladi. Abaydigiz-a? Yo'q. Lekin shunaqa marketing qilsanglar bo'ladi. 20 ta odamni o'chirib turg'azib qo'ysanglar, bu yaxshi joy deydi, odamlar kiraveradi, o'chirib turib. Shunaqa gap. Otabek aka, gapimga javob beraman, mana shu haqiqiy shokolad emas. Nima deb o'ylaysan? Ha? Men bir marta jinniga o'xshab, mana shu oq turadigan shokoladdan yeb ko'rdim. Aka u rangli yog' bo'lar ekan, yog'. Nimaga bilasizmi? Yog' boru qotib qolmas ekan umuman, aka. Voy bilan. Marketingda agar shokolad qilsa boru, shokolad aka mana oqib turgandan-chi qotib qolar ekan. Ha, to'g'ri. Shunaqa. Yalab ko'rganingni qara. Bir marta pishining botirib bitta yuvdim, onasini emsin. Shuning mana marketing deb ham odamni ko'ryapti. Ichkaridan shokoladlar olishadi. Shunaqa gap. Mana Venetsiyada shokoladlar berishyapti. Qani bitta olib ko'rsa bo'ladimi, xola? Anaqada beradi. Ha? Narsasida beradi. Qanaqa narsasida? Anaqa qo'l bo'shab turadi. Ha. Yo'q, qo'yadi. Otabek aka, bizni joyimizdan topib oldi. Mana qaranglar. Bor, choch
Shunaqa bir choch ektirganiga afsuslanib ketaman. O kepkalarni jinnilari bor ekan, ha. Va. Abdurahmon aka, sizni ham do'koningiz bor, aka. Rashid aka chiqib tur endi, brat. Ha, siz kerak emas, aka bu. Senga ham kerak emas. Qani? Va alagan popkasi jinni ekan bor, New York. Lekin juda qimmat ekan. Qimmat ekan, 38 euro. Ma'mula. Yo'q, aka, ma'mula juda qimmat emas, lekin New Year original. 26 euro. Ma'mula 35 euro. 39 euro. Yaxshi lekin. Lekin to'g'risini assortiment javona ko'pmas ekan. Ha? Assortiment unaqa ko'pmas ekan. Qaranglar, nima bo'lyapti bu yoqda? You try. You want. Va, qarab qo'yishdi mana bular. You try. You try. 1 euro. You try. Nima bo'lyapti? Jo'shqi? Qimor bu, qimor. Ha, qimor, ha? Bular короче, Ha. Nima? короче bular Prosecco. короче 1 euro berasan deydi. Ha. Kalit topib qulf ocha olsang, senga короче mukofot beraman Ha, deydi. yo'q. Ha. Mana oxiriga uylanayotgan ekan, machishnik bo'layotgan ekan. Ha, yo'q. Yevropada shunaqa-yu. Ha, ocha olmayapti bu. To'yda E se non è questa me lo offri. If you want, qani. Ochib ko'rchi. 1 euro. Sofia, you can Ma non è questo. Ha, ochilmayapti. Qani. do you flex? Kam, bular aktyorlik qilyapti. Ya. Bular bizni lo'q deb o'ylayapti. O ochdilar. Ana och olgani yo'q. Короче, bular to'y bo'lyapti, unaqa bo'lyapti. 1 euroga ochasan dedi-yu, loq qiladi. Keyin yana 1 euro bergin. Shuning uchun Italiyaga kelib qolsanglar, mana shunaqa narsalarga aldanmanglar. Undan ko'ra anaqa tor ko'chalarni aylanib yuringlar. Qaranglar, Venetsiyani shundoq yog'ida bunaqa yam-yashil joy bor ekan. Voy, mashalloh akalar. Men Venetsiyani faqat bunaqa suvli joylarimiz ham qaranglar, tako bog' qo'yishgan. Odamlar mazza qilib aylanadi. Gap yo'q. Hozir men yoqda Otabek ham bekim olganlar-da. Qaranglar. Ana Otabekka o'xshadi. Ko'rishmadi. Kamandada ikkita jonga tegadigan rasmga tushiradigan odam bor-da. Shu kimligini topinglar. Xit qo'radi, aka. Точно men emaslik. Yo'q, точно siz emassiz. Ikkita odam bor. O'zichi? Mana tushadi. Qani? Ha, o'zi aka safarga chiqqanda kruvdachi o'zi bitta shunaqa bola bo'ladi-da. Ha, sizda ham bor shu grupda. Ha. Rasmga tushiradi, ani kutib qolib ketaverasa-yu, shunday yoqmaydi. O'shalardan bekinib yuribmiz biz hozir. Venetsiyani Sening. joy ekan. Romantika qilib. Baqalyap, telefon ushlashni bilmaydi deb. Uyda sog'indim yo'q. Shogirdimsan, hozir to'g'rilayman, qarab turinglar. Bilmadim. Qaranglar. Okay. 05 qilib oling, okay, shunda yaxshi olasiz. Aka. 05 yo'q, 1.7 olgansiz, brat. Voy bular. Aytaman, okay, ustoz Aka. kerak. Ustoz kerak. Ochiq asabdaman. Telefon. Ustoz kerakmi? Aka telefon qanaqa ushlashicha, lekin bratga men o'rgatganman. Gapirish. Buni qarang. Qani. Men aytaman, ustoz kerak deyman-ku. Qarajiji ko'z mameta turibdi. Voy, men bu kadrga qaranglar, jinniligini, quyosh botishini ko'ryapsizlarmi? Voy onasini ensa, mana shunaqa joyda mashina haydashga necha endi. Bo'lganing kundan haydab olsam. Manzarani tomosha qilib haydab ketishga. Voy, mana buni qaranglar. Okalar, bu Alp tog'lari bo'ladi. Mana shu tog'ning shunday orqasi Shveysariya o'ylayapsizlar, 1 soatlik yo'l ekan bor. Gap yo'q. Mahallani qaranglar, mahallani. Ha, qaranglar. Ha, qaranglar, tepaga chiqib qolgan. Bunisi bu yoqda. Mana shunaqa odamlar ham bor bizda, bor. Che, pastga.
Lekin jinda bo'lyapti bora. Gap yo'q, mashina haydash anu Shvetsariyaga keldik. zo'r joyga tushib qoldi menga. Lekin bu joyni ko'rmasanglar bo'lmaydi akalar. Mashaalloh bor-u. G'irt Shvetsariya atmosferasi. Gap yo'q, ana tog'ning uchini ko'rasan. Ha, qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar bu joyda bor, ishoninglar. Piknik qilib o'tirsanglar bor, bolalar bilan. Shunaqa mazza qilasizlar. Eng qizig'i shuna tog'ning orqasi Shvetsariya akalar. Lekin ana shu suvda cho'milib berardim. Lekin bu Alp tog'lari prosta go'zal. Ana yo'lni qaranglar. Kinolarda ko'rganmiz-da bu joylarni bor. Vau. Okalar, hammaga nasib qilsin shunaqa Italiyaga kelib mana shunaqa joylarni ko'rish. Gap yo'q. Okalar, Alloh xolagani bo'ladi deyshadi-yu. Qarshi gastinsa qidiryotgandik. Bitta yo'ldan ketayotgandim-da, kartaga qarab, adashib bosh yo'ldan ketib qoldim. Qaranglar. Alloh bizga mana shu gastinsani olib qo'ygan ekanda. Yo'limizdan adashgan joyimizdan shu gazinsa chiqib qoldi bor. Dorisi mana shu yerda qolmoqchimiz. Buni eng zo'r tarafi mana tog'larni ko'rasizlar. Voydod. Bu tog'larcha ishoninglar, kun yorishganda qanaqa manzara bo'ladi. Hozir mana shu yerda qolib, ertasi kun sizlarga mana shu atmosferani ko'rsatib beramiz. Lekin mana gazinsa yo'limizdan chiqib qolgani mana shu. Alloh shundoq yo'limizdan to'g'rilab qo'ydi, bor. Gap yo'q. Bo'lmasa u Narolada gastinsalar bor ekan, ular qimmat. Bu ham arzonroq, ham takoy chiroyli ekanda. Gap yo'q.